Cemaat 26 iyul günü bizim yaşadığımız gazetemizde Ruslan Sibgatullin turunda mesele çıkanı u maxsus harbiy operatsiyadan yaralanıp qaytgan Yeşil Tüzenlidir. Bu materialga anons etib qo'ygan videoda biz Firdus Jamayev Ruslan bilan birga videoni o'ynashtirgan edik. Hozir biz Ruslanga sudlik jasalga bo'ldik. Boramiz. Jamaat, Firdus Jamayevni topib, Qozonga borib, hozir bizning Ruslan Sibgatullinga shaxsan salom aytdi. Ruslan do'stim, biz sening bilan ko'pdan tugul ko'rishgan edik. Mana hozir seni yozib chiqqanlar motorni ayttirib eshitdik, eson sog' qaytgansan. Bugungi kunda sening kabi botir yigitlar bizning ilni yoqlay. Allohga shukr. Bizde artist bo'larak o'zimizning yoqdan haldan kelgan yigitlarga o'zimizning gumanitar yordamini yetkazishga tirishamiz. Aylik kechagina bizning avtobus ketib bordi, konsert avtobusi yigitlarga eson sog' qaytsinlar. Bizning yigitlarda o'zimizning yigitlarga zo'r qaynar salomlar ayt. Biz sizning bilan g'ururlanamiz. Bizgina tugul, bizning xalq sizning bilan g'ururlanadi. Sizga zo'r salom.